Ushbu videodagi 3 ta yondashuvdan keyin readingiz aniq o'sib ketadi. Birinchi eng ko'p maslahat beradigan narsam bu bor yo'g'i tarjima qilish. To'g'ri, tarjima deganda prosta rasmga olib Google Translator'dan tarjima qilish yoki to'liq gapni tarjimonga kirgizib yuborishi bu gapim bilan men nazarda tutmayman. Tarjima qilish deganda birinchi navbatda tekstdagi hamma notanish so'zlarni tarjima qilib chiqib, tekstni o'ziga yozib va o'zingizga uyda o'tirgan paytingizda og'zaki tarjima qilib bering pes. Bu narsani muntazam qilish bilan vaqt o'tgani sari siz umuman tarjima qilmasdan yoki ingliz tilida o'qishingiz bilan o'zbek tilidagi tarjima tez kelishi boshlaydi. Ikkinchi eng samarali usullardan bittasi parafrez. Ko'p qilish va bor parafrezlarni tekstdan topish. IELTS bilan shug'ullanib yurganlar o'sha allaqachon yaxshi biladi. Readingdagi hamma savollar tekstda albatta parafrez bo'lib kelishini va siz muntazam ravishda shu parafrez ko'p qilish yoki parafrezdan ko'proq topish bilan shu narsa avtomatlashishga olib keladi va imtihon paytida hech qanaqa bir qo'shimcha vositalarsiz o'zingiz bemalol qiladigan darajaga kelasiz. Обязательно kanalimga podpiska qiling, sababi kelgusi videolarda shu 3 ta aytib o'tgan narsalarimni qanaqa qilsa samaraliroq bo'lishi yoki o'zi qanaqa qilib to'g'ri qilish mumkinligi to'g'risida ko'proq ma'lumot berib boraman. Uchinchisi, eng ko'p gapirilgan bo'lsa ham aytaman, bu so'z yodlash. Qisqa va lo'nda qilib tushuntiraman nimaga so'z yodlash muhimligini. Siz so'z boyligingiz readingga tushunish darajangiz bilan parallel o'sishni boshlaydi. Qancha so'z boyligingiz baland bo'lsa, shunchalik tekstni yaxshi tushunishni boshlaysiz. Eslatib o'tishim kerak bo'lgan narsa, bu hech qanaqa bir true false'larni to'g'ri topish, matchinglarni yoki boshqa savol turlari, multiple choice'dan ko'plar qiynaladi. Bularni to'g'ri topish uslubi yo'q. Bu narsalarni siz o'qib o'rganishni qilishingiz bilan hech qachon readingingiz o'smaydi. Siz readingingizni o'stiradigan 3 ta yagona narsa mana shu hozir videoda aytganim bo'ladi.